zararsizlik nuqtasi va uni qanday aniqlashni bilib oldik. Uni endi instrument sifatida qanday foydalanishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Instrument sifatida qanday foydalanamiz? Aytaylik, sizda umuman bilib oldingiz, nechta oylik, necha million oylik tarqatasiz, qancha kommunal to'laysiz, qancha arenda to'laysiz, qancha nalog to'laysiz degan hamma narsani chiqardingiz. Endi u bilib olganingizdan keyin primera savdoga qarab siz точно raqamlarda aniq chiqmasligi mumkin, lekin orientir bo'ladi sizda biznesingiz plyusdami yo minusdami degan narsani. Biznesga pul tikkansiz, aytaylik 100 million, 200 million, 300 million qancha bo'lsa ham pul tikkansiz, lekin u haqiqatan plyusdamisiz, minusdamisiz uni aniqlash uchun boyagi zararsizlik nuqtasi kerak bo'ladi. Sababi katta bizneslarda ishchilar ko'p bo'ladi, arenda ko'p bo'ladi. Qog'ozlarda foyda juda katta ko'rinishi mumkin, lekin aslida esa ishchilar hisobiga, arenda hisobiga, svet, umuman kommunalning oqibatida, nalogning oqibatida foyda balkim zarar, foyda emas, balki har oyda qaysidir ma'noda zararga ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Shuni aniq orientir ola olasiz. Men foydadamanmi, yo'qmi degan narsani aniq bilish kerak. Bir xil yuzlab ishchisi bor kompaniyalarda, yuzlab shunga yarasha tok elektr energiya rasxod qiladi. Zararsizlik nuqtasini bilmasligi oqibatida ko'p narsa yutqazib qo'yadi va kassiv razrif bo'ladi. Kassiv razrif haqida yanagi qismlarda gaplashib o'tamiz. Kassiv razrifga olib keladigan oqibatlari, umuman hamma narsa haqida bir yanagi qismda gaplashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.